Vaziyatga qarab ham rangini, ham tusini, o'zini shaklini ham o'zgartiradi. Odamlarning ham orasida shunaqasi bor. Biz 8 oyoq. Biza eng katta baliq bozorida biza Dubayda do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda bu yoqdan balig'i zo'rini tanlaymiz. Eng arzon narxlarda shu yerda o'zida tozalattirib, pishirib va oxirida yeydigan manzara joyimizni ham ko'rsataman. Mana shu baliq nomini kim topa oladi do'stlar, bilasizlar? Kichkina bu hozir topish qiyin. Tunets o'zim ko'rsataman. Bu esa xuddi shuni kattasi. Rangini qarang. Xuddi mol go'shtiga o'xshaydi. Mazasi ham ajoyib. Tunets juda ham silliq bo'lar ekan. Eng shirin baliqlarni topdik. Bu yerda mana Sibas, bunisi Turkiyadan kelgan. Hozir mana shu butun bozordagi eng qimmat baliqlardan. Bunisi Supreme, mana bunisi salmon balig'i. Qo'ldan chiqib ketar ekan, ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Mana hozir bu yerda do'stlarimiz tavsiya qilishyapti, eng mazalisi ana shu Sibas. Shundan olamiz. Sizlar bilan birga mana shu balig'i oxirida mazasini ham ko'ramiz. Endi olgan balig'imizni hozir mana to'lovlarini qilib oldik. 2 minut ichida alohida shunaqa joy bor, tayyor qilib bizga tozalab berishadi. Manzarani qaranglar. Shundoqqina dengizni bo'yida biza. Bu tomonda esa hamma restoran faqat baliq mahsulotlari, dengiz mahsulotlari pishiriladi. Oila bilan kelganda обязательно bir marta bo'lsa ham kelib, mazza qilib taomlanib, dam olib ketish kerak. Dengiz bo'yida aytgancha, ana to'g'rida turgan uylardan olishga agar xohish bo'ladigan bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilasizlar. Baliqlarimizni tozalattirib oldik. Endi restoranda hozir pishirtirib tayyorlattiramiz. Kilosini 15 dirhamdan buning ichida salatlari bilan chiroyli qilib pishirib berishar ekan. Dengiz bo'yida mazza qilib yeymiz hozir. Baliqlarimiz pishib keldi do'stlar. Mana lasos va Sibas baliqlarimiz juda chiroyli pishiribdi. Buni marinovkalari ham menimcha ajoyib. Yeb ko'rib, ta'mini ham aytamiz. Arziydi. Videoni dengiz bo'yida yashashni, mana shunaqa joylarda mazza qilib dam olishni yaxshi ko'radigan do'stingizga ham yuborib qo'ying.